Bachadon sohasidagi varikoz kengaygan tomirlarning zamonaviy davolash usuli bu tuxumdon venasining embolizatsiyasi. Chunki aynan bachadon sohasida varikoz kengaygan tomirlar ko'pincha chap tomonlama tuxumdon venasining kengayish hisobiga kelib chiqadi. Kamroq 10 tomon. Bugun bemorimizga shu zamonaviy usul bajardik. Bemorda chap tomon tuxumdon venasi kengayishi va shuni hisobiga varikoz kengaygan tomirlarni aniqladik. Mana videoda ko'rishingiz mumkin. Chap tuxumdon venasining kengayishi, ichida klaplarning yechmovchi xuddi oyoqga o'xshab shu kengaygan varikozlar chiqadi. Faqat shu varikoz venalar bachadon atrofida, kichik chanoq sohasida yig'ilib, bu holatda bu bemorimizda aynan oyog'iga ham o'tib ketgan. Shu ostidan chiqib, oyog'idagi varikoz kengaygan tomirlarga ham sababchi bo'lgan. Oyoqqa ham og'riq beradi va kichik chanoq sohasidagi aynan hayz vaqtida kuchli og'riqlar beradi. Bemorimizga eng zamonaviy davolash usullaridan biri shu chap tuxumdon venasining embolizatsiya amaliyoti bajarildi. Mana ko'rib turibsiz. Spirallar bilan chap tuxumdon venasi yopildi. Agar sizda ham bunaqa problema bo'lsa, murojaat qilsangiz bo'ladi.